Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi obyektimiz ham xudo xolasa bitish arafasida. Bu obyektimizni sizlarga tashqaridan ko'rinish holatlarini beraman. Konteyner profillardan mana tomini yopyapmiz. Xudo xolasa bu obyektimizni uzunligiga kelsak 22 ga, uzunligi eni 14.80. Bu obyektimiz Xo'jobod shahrida bo'lyapti, Andijon viloyati Xo'jobod shahrida. Tununkasi shu joy qoldi, xudo xolasa yopib bersak tugaydi. Firmalarda orasiga keladigan bo'lsak, firmalarimiz 1.20 dan qo'yilgan. Mana ikkita erkiri bor bu obyektimizni. Rantollar tunuka bilan bekildi mana. Kimda shunaqangi xizmatlar bo'lsa, nomerimiz 97 060 4800. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Hozirlarga ichidan ko'rinish holatini ham olib beramiz. Mana bu ichidan ko'rinish holatlari mana firmalarimiz ana 1.20 dan qo'yilgan. Tunukalar qatirilyapti. Ozgina joy, 10 kvadrat joyi qoldi. Mana o'rtalikka keladigan bo'lsa, bu o'rtaligimiz mansabni uyga moslanyapti. Tepasini bemalol pol qoqib turib uy qursa ham bo'ladi. Kaptarxonalarimiz ochilgan mana. Chiroyli bo'lib. Xizmatlar bo'lsa bemalol ekrandagi raqamga murojaat qilishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.